yig'ilish qatnashchilari bugungi ulug' ayyom muborak kunda Qo'shqor buva Ko'chiyevning kitob taqdimoti bo'lyapti. Iymon nuri, haqiqatan mehnatdan kelsa boylik, turmush ular chiroyli. Qo'shqor buva sizni men tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo umringizni uzoq qilsin. Xudo xolasa mana yillik bir 76, 86 ga kirganingizda ham, 96 ga kirganingizda ham elda yurtda yuzingiz yorildi. Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Bugun hurmatli shoirlar, rahbarlarimiz, hurmatli o'quvchilar, bu eng bir muqaddas aziz joyda o'tiribmiz. Dunyoda eng qimmatli aziz narsa kitob. Qur'oni Karim ham kitob hisoblanadi. İnsaniyatni hidoyat yo'liga, yaxshilik yo'liga, ezgulik yo'liga chorlaydigan qimmat kitoblardir. Sen dedi, boyligim yo'q, do'stim yo'q, o'ylamagin. Ana shu kitoblar do'stlaring. Iymon nuri kitobini chiqardik mana shu 25-yilda. Endi ko'p odam so'radi, iymon nuri deb nimaga qo'ydingiz? Iymon so'zi lug'aviy ma'no arabiy tilida ishonch degan ma'noni, ishonch. Ishonch kimga? Birinchi Allohga ishonch bo'lishi kerak. Allah'ni dilden hiç kim çıkarmasanız daima Allah dilinizde bo'lsin vallahi. Şamallar, boranlar yüzlerini öper, bulutlar gözüden akızıp yaşlar, çangır tozallarını kaldırmayıver. İnsanın korkudur, halimlik, himmet, kalbik eğlenmesin hiç kaçan taşka, insanlık şerefini saklasan kımmet, adamlar özleri kötergey başka. Yosh bolaman edi, maktab o'quvchilari bilan uchrashganda juda bir odam xursand bo'lib ketadi, chunki o'zim ham sizlardek qora ko'zlarni juda ko'plar o'qitganman. Qo'shqor Ko'chiyevni yangi chiqqan kitoblari haqida ekan. Endi ijod, bilim bu to'g'ri Xudo bergan ne'mat deyiladi. Ilhom ham, ijod ham Xudodan deymiz. Lekin 99% mehnat. Mehnat degani nima degani? Mehnat degani birinchidan siz bilim olish bilan, kitob o'qish bilan siz o'zingizni bilimingizni oshirib borasiz. Bizim bolaligimizda sizlardek paytlarimizda kutubxona chopardik. Bitta men emas, ham sinfimiz bilan shunday qilardik. Shu qadar kitoblarni bahs qilardik, kitoblarni o'qib qiziqardik. Tanaffuslarimiz g'ida-bida bilan emas, faqatgina mana shunday kitobdagi nima voqealar, qahramonlar haqidagi bahs bilan o'tib ketadi. Shuning uchun ham o'sha avloddan juda ko'p olimlar, ijodkorlar mana yetishib chiqqanda bu uchun shunday g'ururlanadigan insonlar yetishib chiqqan. Kutubxonalar menda ko'p edi. Paytlar shu kutubxona hamma kutubxonaga qarab chopar edik. Mana shunday tumanimizda hozir bir ajoyib kutubxona borligidan quvonib, ko'zimiz quvonib turibdi. Qo'shqor Ko'chiyevni mana shu kitobi Toshkentda juda katta muvaffaqiyat qozondi. Qarshida ham taqdimoti bo'lib o'tgan, mana Qamashimizda taqdimoti bo'lyapti. Qo'shqor Ko'chiyev Qamashining eng munosib farzandi, eng iste'dodli yozuvchi, jurnalisti hisoblanadi. Bu kishini ishlariga juda katta omad tilab qolaman. Muhabbat o'zi eski mavzu, lekin uni har bir yurak yangilaydi degan. Demak, har bir yurak, har bir ijodkor uni yangi qiyofada, yangi bir mavzuda o'zining nimasidan, ijodidan, iste'dodidan kelib chiqqan holda yangilayveradi. Qo'chqor aka, kitobingiz xayrli bo'lsin. Mana shu yozilgan kitob o'quvchilariga, har bir o'quvchi, yoshidan qat'iy nazar, har bir o'quvchiga shu'lchi yulduz bo'ladigan bir maslahat, nasihat, tavsiya beradigan, o'qiganda o'ziga bir ma'naviy oziq oladigan kitob bo'lsin. Shu kutubxonaning zahmatkash xodimlari, xudoyi xodimlari bugun juda ham bir hayajon bilan to'lqinlanib mana shu davrada o'tiribman. Buni sababi mana Mamaxon opam Melmurodova. Bu kishini biz Qamashida kommunizm uchun degan gazeta chiqardi.
Mana shu gazetadan Mama Xalapani she'rlarini o'qib, biza bu kishini bir osmonda tasavvur qilaylik-da, o'zimizni yerda tasavvur qilaylik. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, bitta davrada yuribmiz. Kuni kecha mana 75 yilligini nishonladik. Endi ustozimiz Qo'chqar Ko'chimov haqida gapiradigan bo'lsak, bu davrada Qo'chqar Ko'chimovni yaqindan biladigan menchalik bo'lmasa kerak. Men maqtanish bo'lib ketmasin. Sababi bu kishi haqida mana yaqinda Oxirobodning Oqko'ngil odamlari kitobini yozish bahonasida butun hayotini tug'ilishidan to bugungi kungacha hayotini yoritganmiz. O'zimizda milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz, keyingi paytlar ustozimiz mana Hoji bobo bo'lganlar diniy tomondan ham ko'pgina nimalar yozilgan. Xullas, qaysi she'rini o'qisangiz o'zingizda bir ma'naviy oziqa topasiz. Hozir e'tiborlaringizga xohlagan bitta she'rini bir o'qib berishim mumkin, o'zlaringiz baho berasizlar. Daryolar. Tog' boshida qorlardan erigan suv, kuylab jilg'alarda uradi javlon. Biron bastakorda yozilmagan kuy, tomirlar jo'shtirar, qaynaydi vulqon. Irmoqlar, jilg'alar katta soy bo'lar, soylar kim birlashib daryoyi azim. Sohilda yasharsan, baxting shodlanur, kun tunlar saodatli go'yoki bazm. Daraxtlar barglarini yozar qaytadan, ishq dardi yurakni ezar qaytadan. Nahot qaytmagaysan, yoshligim oqqush, Mevriday muazzam og'ush, qaldirg'ochlar qaytar turnalar. Nahot qaytmagaysan, yoshligim oqqush. Mana kelgan ijodkorlarimizga katta rahmat. Tashrif buyurganlaringiz uchun.